2 dekabr kuni Sirdaryo viloyatining Guliston shahridagi umumiy ovqatlanish shoxobchalaridan birida portlash sabab katta yong'in yuz bergandi. Voqea aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, bu odamlar orasida turli sarosimaga sabab bo'ldi. Dastlabki rasmiy munosabatlarda jabrlanganlar haqida ma'lumot berilmagandi, biroq voqea guvohlari o'nlab, hatto 100 ga yaqin insonlar jarohat olgani va bir qancha qurbonlar ham borligini yozishmoqda. Holat bo'yicha rasmiy birlamchi ma'lumotlar va qo'shimcha tafsilotlar e'lon qilindi. Zamon.uz tafsilotlarni bir joyga jamladi. Sirdaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan e'lon qilingan rasmiy munosabatga ko'ra, hodisa Guliston shahar Taraqqiyot mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan ovqatlanish shoxobchasining oshxonasida yuz bergan. Tezkor harakatlar natijasida yong'in qisqa fursatda to'liq bartaraf etilgan. Viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi hodisa oqibatida tan jarohati olgan fuqarolarga zarur tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida ular Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Sirdaryo viloyat filialiga yetkazilganini ma'lum qilgan. Boshqarma bir kun avval vafot etganlar yo'qligini va ushbu bemorlar holati nazoratga olinganini qo'shimcha qilgan. Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi esa holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 257-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, bir nafar shaxs protsessual tartibda qamoqqa olinganini va hozirda tergov harakatlari davom ettirilayotganini bildirgan. Keyinchalik jabrlanganlar va qurbonlar haqida tarmoqda turli gap-so'zlar, taxminlar yozila boshlagach, Sog'liqni saqlash vazirligi ular haqida batafsil ma'lumot e'lon qildi. Qayd etilishicha, yong'in haqida tez tibbiy yordam kol markaziga soat 11:13 da xabar kelib tushgan. Tez tibbiy yordam brigadasi zudlik bilan soat 11:25 da voqea joyiga yetib borib, jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordamni ko'rsatgan. Hodisa oqibatida 29 nafar fuqaro turli darajadagi kuyish va tan jarohatlari olgan. Shundan 26 nafari Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Sirdaryo viloyat filialiga yetkazilgan. 3 nafarining ahvoli qoniqarli bo'lgani bois ambulator yordam ko'rsatilib, uyiga javob berilgan. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi bosh direktor Davron To'laganov boshchiligidagi kombustiolog, reanimatolog, neyroxirurg, qo'shma jarrohlar xirurgi, travmatolog va mikroxirurglardan iborat malakali mutaxassislar shu kunning o'zida voqea joyiga yetib borib, bemorlarga tibbiy xizmat ko'rsatmoqda. O'ta og'ir qabul qilingan bemorlardan 3 nafari vafot etgan. Hozirgi paytda shifoxonaga yetkazilgan bir nafar bemorning ahvoli o'ta og'ir bo'lib, u sun'iy nafas olish apparatida. Reanimatsiyadagi mavjud bemorlarning 5 nafari stabil og'ir, nafasi mustaqil, hushida. Ayni paytda qabul qilingan bemorlardan 2 nafari homiladorligi sababli Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola ilmiy amaliy tibbiyot markazining Sirdaryo viloyati filialiga ko'chirilgan. Ularning ahvoli qoniqarli. Qolgan 15 nafar bemorning ham ahvoli qoniqarli bo'lib, ular tegishli bo'limlarda muolaja olishmoqda. Shifoxonada bemorlar uchun zarur bo'lgan barcha dori-darmonlar mavjud. Ularga tegishli standartlar asosida malakali tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi har bir bemor salomatligini o'z nazoratiga olgan. Zamon.uz hodisa sababiga oydinlik kiritish maqsadida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmati bilan bog'landi. Matbuot xizmati rahbari Davronbek Sulaymonovga ko'ra, ayni paytda yong'in sababini aniqlash maqsadida sudga oid ekspertiza tayinlangan. Ekspertiza xulosalari e'lon qilingach, bu bo'yicha qo'shimcha axborot berilishi bildirilgan. Shuningdek, biz voqea guvohlari bilan ham ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'lanib suhbatlashdik. Ularning aytishicha, hodisa oqibatida jabrlangan va vafot etganlar soni ko'proq bo'lishi mumkin. Yong'indan so'ng shifoxonaga 100 ga yaqin bemorlar yotqizilgan bo'lishi mumkin. Zamon.uz bu bo'yicha o'z surishtiruvini davom ettiradi.